Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlarga Xudo xolasa koloda ishlarini narx-navolari bilan tushuntirib o'tamiz. Xudo xolasa. Xo'p, ovozimiz sal shamolli bo'lgani uchun qaytaldan ustundan yozib chiqishga qaror etdik. Shuni alashtirma etmişlar. Xo'p, bu yerda koloda ishlarimiz 80lik, 100lik, 120lik, 130lik koloda ishlar bor. Xo'p, hammasini bir qator ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Görüp turaysiz, hozir razmerlerini tushuntirib turibman. Üstünden yozib turibman. Shamol bo'ladi, shundan mikrofon ham sal uzoqroq qo'yilgandan keyin nima bo'lib qolgan. Hop, işi ko'rib turgan to'g'ridagi kolода ishimiz. Hozir yanına borib tushuntirsam kerak. Hop, işi 80lik razmeri. Razmeri 80lik. Hop, buna kolода ishini sifatına keladigan bo'lsak, hamma kolода ishlarimiz vibratsiyadan o'tadi. Vibratsiyadan o'tganning hisobına sifati 2 baravari oshadi. Agar vibratsiyada o'tilmasa, o'zi bir imolanishdan sinishi ehtimoli katta bo'ladi. Sifatına gap yo'q deb bermoqchi edim o'rinda. Xo'p, buni narxina keladigan bo'lsak 65 ming so'm, navcha 65 ming so'mlikini hozir videoning oxiridan tushuntirib o'taman buni. Xo'p, keyin bundan keyin nasi bana 100ligi, 100ligini bahası 75 ming so'm. 75 ming so'm. Xo'p, undan keyin 120ligimiz bor. 120likni bahası 95 ming so'm. 130likni bahası hop 105 ming so'm tashkil etadi. Sifatına gap yo'q. O'zi 6-7 yildan beri shu yerda biratimiz faoliyat etib boradi shundan, shu kolода ishdan. Hop, endi navga shu narxlari, aytilgan baholari navchaligini tushuntirib o'tamiz. Yana kelganda yuklab beramiz. Bemalol o'zlaringiz mashina bilan kelsangizlar ham. Hop, keyin agar yo'q, dastlabkini ham o'zlaringiz aytib beringlar deydigan bo'lsangiz, hozir aytib o'tgan senamizda dastlabkisi ham yana ichida bo'ladi. Olib borib tushirib bersam o'zlaringizdan bo'ladi. Ko'rib turasiz, qirollarimiz ham bor. Ana shuni hisobına. Yo'q, o'zim olib ketaman, yo'q, o'zim tushirib olaman deydigan bo'lsa, bu aytilgan summalar o'zgaradi. Şu yana bir narxlarni qaytarib o'taman. 80lik, 1 metrlik, 120lik, 130lik. Hop, qaranglar, 65 ming, 75 ming, 95 ming, 105 mingni tashkil etadi. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida, Televishkani manglayında. Televishkani ko'pchilik biladi. Ko'na-taxta bozorida. Like bosib, qo'llab-quvvatlanglar deb turibman. Shuni aytib qo'yasizlar deb umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.